Yong'oqli bulochkalarni yoqtiradiganlar uchun juda ham mazali, yumshoqqina, ertasi kuni ham qotmaydigan chiroyli bulochkalar tayyorlaymiz. Bulochkalarni xamiri uchun idishga 500 ml iliq sut, 50 g erigan sariyog', 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq tuz, 4 qoshiq shakar, 1 choy qoshiq vanilin shakari va 2 choy qoshiq yaxshi ishlaydigan quruq drojani solib, hammasini aralashtiramiz. So'ng bu massaga unni oz-ozdan elakdan o'tkazib, yumshoq, qo'lga yopishadiganroq xamir qorishni boshlaymiz. Xamir qorayotganimizda unini ko'paytiravermaslik uchun nomiga yog' quyib, silliq bo'lgunicha stolda qorishda davom etamiz. Umumiy hisobda menda xamir uchun 700 g un yetarli bo'ldi. Xamirimiz oshib chiqishi uchun uni yog'langan idishga qo'yib, ustini yopgan holda issiqroq joyda 1 soatga qoldiramiz. Yaxshi droja bilan oshirilgan xamir mana shunaqa do'mmoqqina bo'lib oshib chiqishi kerak. Endi bu xamirni 14 bo'lakka bo'lib, zuvolachalar yasaymiz va taxminan 10 daqiqaga tinishga qoldiramiz. Bu orada bulochkalarga nachinka tayyorlab tursak bo'ladi. Buning uchun 120 g maydalangan yong'oqga 80 g sariyog' va 100 g shakar solib, hammasini birlashtirib olamiz. Nachinka tayyor. Tingan zuvalarni yupqa dumaloq ko'rinishda ochib, unga 1 choy qoshiq nachinkani chetlarida joy qoldirib surib chiqamiz. Bo'lmasa yopishtirish qiyin bo'ladi. Endi xamirni xuddi videoda ko'rsatilgandek bir-biridan kichkina bo'lgan 6 ta bo'laklarga kesib olishimiz kerak. Bo'laklarni nachinkasini ichiga qaratib, ustma-ust joylashtirib, chetlarini iloji boricha yopishtirishga harakat qilamiz. So'ng cho'p yordamida o'rtasiga bosib, xamirni orqa tarafini o'girib, xuddi ko'rsatganimdek yaxshilab yopishtirib qo'yamiz. Tugilgan bulochkalarni pishiriq qog'oz solingan listga taxlab, 15 daqiqaga xonada qoldirishimiz kerak. Oshib olgan bulochkalarga tuxum surib, oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkaga ustilari qizargunicha taxminan 20 daqiqaga pishirgani yuboramiz. Ko'rinishi chiroyli, juda ham mazali, yumshoqqina, ko'pchilikka birdek yoqadigan bulochkalar bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman. Bulochkalarning retsepti yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, uni do'stlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.